Leksiyalarımızda davamlaştırmaz. Vatandaşlı bugünkü islaha 2022 yıl 1. ayının 27. günü. Endiki mavzumunda Prezident Vladimir Putin Ukraynaga tajovuz qilishni qaror qildimi? Amerika Qo'shma Shtatlari muavin davlat ishlar kotibi qishloq olimpik murosimi vaqtida qurol ishlatishdan Xi Jinping xush bo'lmaydi mavzuli xabar. 1. ayning 27. kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi xabar. Bunday boshlanadi. Washington Amerika Rossiyaga chaqiriq qilib Ukrayna masalasi bo'yicha diplomatik suhbat o'tkazishni da'vat qilayotganda Amerikaning muavin davlat ishlar kotibi Wendy Sherman 1. ayning 26. kuni, ya'ni haftaning 3. kuni bir so'rinda nutq so'zlaganda mundaq ko'rsatdi. Agar Rossiya prezidenti Vladimir Putin Beijingda olimpik murosimi ochilish paytida Ukraynaga hujum qilib kirishi Junguning rahbari Xi Jinping xushal bo'lmaydi. Muavin davlat ishlar kotibi Wendy Sherman alomatlar ko'rsatdiki, prezident Vladimir Putin Ukraynaga qurol ishlatdi. Beijingda o'tkaziladigan qishliq olimpik murosimi prezident Vladimir Putinning vaqtni tanlashiga ta'sir ko'rsatdi deb ko'rsatdi. Kichik mavzu ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari muavin davlat ishlar kotibi Wendy Sherman haftaning 3. kuni 1. ayning 26. kuni Yalta shahrida Yevropa strategiyasi, Yevropa bexatarlik munbirida o'tkazilgan oldingi sap yig'inida mundaq ko'rsatdi. Bu so'rin qalti so'rinigina Yaltada yashilgan Yevropa strategiyasi va Yevropaning bexatarlik munbiri, oldingi sap munbiri Yalta degan ko'ringa. Bu Yaltaga Amerikaning amaldori, muavin davlat ishlar kotibi Wendy Sherman bu so'rin bu yig'in qatnashibdi. Yuqorqi so'zlar dal shu yerda qilingan so'zlar ekan vatandoshlar. Bunda ko'rsatdi. Prezident Vladimir Putin Ukraynaga hujum qilish planini belgilab oldimi yo'q? Men bir narsa deyolmayman. Lekin biz shundoq alomatlarni ro'shan ko'rib yetdikki, Prezident Vladimir Putin balki 2. ayning o'rtalarida ma'lum vaqtda Ukraynaga qurol ishlatdi. 2. ayning o'rtalari, masalan 2. ayning 4. kuni Beijingda qishloq olimpik murosimi boshlandi. 2. ayning 20. kunlari oxirlashdi. Enaga mayiplar olimpik murosimini qo'shganda 3. ayning 20. kuni oxirlashdi. Olimpik shunday ikki qatimliq biri mayiplar olimpiki deyildi ekan. Endi bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin davlat ishlar kotibi Wendy Sherman nima deydi? Dal 2. ayning 4. kunida, masalan murosim kunida Prezident Vladimir Putin Ukraynaga kirmasligi, qurol ishlatmasligi mumkin. Biroq 2. ayning o'rtalarida ma'lum bir vaqtda yoki ma'lum bir kunda Prezident Vladimir Putin Ukraynaga qurol ishlatdi. Qurol ishlatish mumkin. Bu o'tgan so'zlagan leksiyalarimiz qaraganda bu texmi oydinlashgan leksiya bo'ladi, hurmatli vatandoshim. Oydinlashgan leksiya. Biz hammamiz bilamizki, Beijingda o'tkazilgan qishloq olimpik murosimi 2. ayning 4. kuni ochildi. Prezident Vladimir Putinning ochilish murosimi qatnashadiganligini faraz qilinayotdi deb ko'rsatdi muavin davlat ishlar kotibi Wendy Sherman. Wendy Sherman mundaq hisobladi: agar Prezident Vladimir Putin shu vaqtni tanlab Ukraynaga hujum qiladigan bo'lsa, Xi Jinping rais xushal bo'lolmasligi mumkin. Endi qaysi vaqt? 2. ayning 4. kuni bu yoki boshqa vaqt bilgili bo'lmaydi. Ishqilib, olimpik murosim mezgilida
Prezident Vladimir Putin'in Ukrayna'ya tecavüz kılışını, hücum kılışını Reis Xi Jinping görüşünü halamaydı. Ya ki razı olmaydı dedi.